Rulni birinchi. Bo'ldi, o'chiravering. Ko'pchilik Gentra mashinalarida ertalab o'tayotganlarida mashinadan g'irillagan ovoz chiqadi yoki rulni burib yurganlarida ham rulgacha vibratsiya berib, xuddi o'shanday g'irillagan ovoz chiqadi. Bunga sabab gidrolika nasosi. Gidrolika nasosi ichi yemirilishini hisobiga g'ing'illagan ovoz beradi, lekin buni ikkinchi sababi ham bor. Agar siz rulovingizni sannilar moy qo'yib yuborgan bo'lsa, albatta bu ham g'ing'illab ovoz berishiga sabab bo'ladi. Buni juda ko'pchilik Cobalt nasos qo'yib to'g'rilab berishar ekan. Albatta biz ham shuni maslahat beramiz. Lekin juda ko'pchilik Cobalt nasosda trubkalarni yechib svarka qilib qo'yishar ekan. Buni hech qanday svarkasiz qanaqa qilib qo'yishdi? Video davomida o'zingizga ham ko'rsatib qo'yaman. Videoni kuzatishda davom etib turing. Mana o'zlaring ko'rishlari mumkin. Cobalt nasosni ham joyiga qo'yib oldik. Hech qanday peredilkasiz. Siz videoga bitta like bosib, profilga obuna bo'lib qo'ying. Men sizga qanaqa qilib qo'yishni o'zingizga ham o'rgatib qo'yaman. Uy sharoitida o'zingiz ham qo'yib olishingiz mumkin. Cobalt nasoslarda gidrolika trubkasi tepaga qaragan bo'ladi. Juda ko'pchilik uni yechib, kesib svarka qilib pastga qaratib qo'yishadi. Lekin trubkasini boltini yechib oddiygina bitta shayba bilan pastga qaratib qotirilsa, sizda bo'layotgan turgan muammo mutlaqo yo'qoladi. Agar siz ham avtomobilingizda rulini burganda yoki to'g'ri yurganda g'ing'illagan ovoz chiqayotib turgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta sizga javob qaytarib, sizda bo'layotgan turgan muammolarni yechishga harakat qilamiz.